Ko'pchilik o'sha so'ragan Honji bo'ldi, akalar. Honjini o'sha bemalol esdan chiqarsanglar bo'ladi. Uni o'rniga Gakayon, Toyota'ning sub brendi bo'lgan avtomobil. Ushbu avtomobilimiz 2025-26 restyling чисто elektro 505 km zapas xodiga ega. И также bu avtomobilimizni Honjidan afzallik tarafiga keladigan bo'lsak, bunda batareykalar yacheyka bo'ladi. Hamda ushbu avtomobillar ichki salon qismlariga keladigan bo'lsak, Honjidan kam joyi yo'q. Ortig'i bo'lsa boru, lekin kami yo'q. Xo'p do'stlar, ushbu avtomobilimizni ichki salon qismiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilda Honjidan kam joyi yo'q. Ortig'i bo'lsa bordir, lekin kami yo'q. Xo'p, monitorga keladigan bo'lsak, monitor Honjinikidan juda ham yaxshiroq ishlangan. Hamda bu yerda uje ishlash tezliklari ham juda ham yaxshi. Tak, ushbu avtomobilimizda o'sha Honjida yo'q bo'lgan narsa panorama tom hamda lyuklari bor. O'sha biznesga, Yandexga bosaman-degan okalar uchun bemalol ma'qul keladigan avtomobil. Xo'p, do'stlar, ushbu avtomobillar narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizni 21500 deb baholadik. Do'stlar, shoshilinglar, ushbu avtomobillarimizdan hali наличиеda uje ozgina qolgan.